Yine başlayalım. Çıkararak nasıl yok? Omongayam. Kodaramdan. Bu narsamiz 100% emas, 80% taxoli. Mana bu generatorimiz qizib ketadi ko'pincha. Uni boshqaramiz, mana temperatura o'zi o'ttiz, bu qizyapti mana 54. Yine bismillah. Yani bu kadar. Hop. Bakın. Yani bu kadar. Mana texnika. Nah, haydab ketaman. Mana bir tonada bu 1500 ekan. Qizishini katalashtirman. Mana bunda bitta o'qqa ham mexanik, ham motor, ham generatorni qilaman, mo'jiza qilaman. Men shuncha hayron bo'laman. Bu generatorni ichini qilganman. Simini qalin qilganman, qiziydi, magnit ham kuchi yetmaydi. Katalashiraman. Ona o'ylab topganim ruh taktni, benzinga o'xshagan ruh taktni har yuqoriga chiqqan payt kontakt qo'shib ishlaydi. Mana kontakt tortaman, uchib qoladi. Shuni o'ylab topgan. Endi men mana bu yerda magnitni datchikni hollarni qilishim mumkin. Bu ispitaniya uchun, tekshirish uchun. Bular magnit emas, bular balansировка, mexanik, og'ir yengil joylari bo'ladi. Balansировка qilib taxladim, qimirlamaslik uchun. Eng kerakli narsa hozircha menga mana buni aylantirib, mana bu yurg'izish. Men yerga bersam, mana bu tezligimiz 50-60 tezlikka olib yursin. Benzinsiz, gaz, betareya, bezaryadka o'zidan energiya chiqarib harakat qiladi. Kelajak, bo'lajak avtomobil. Eng birinchi avtomobil bo'ladi, xudo xolasa.